2021-yil Michael Carrick Manchester Unitedni tark etganida Cristiano Ronaldo shunday tweet qoldirgandi. U Carrickni nafaqat zo'r futbolchi, balki kelajakda buyuk murabbiy bo'lishi mumkinligini aytgandi. O'shanda hamma Ronaldo shunchaki xushmuomala bo'lyapti deb o'ylagan. Axir Michael o'shanda ham vaqtinchalik murabbiy edi. Qizig'i tarkib o'sha. Ilgari har o'yinda 4 tadan gol o'tkazib yuborayotgan futbolchilar. O'zgargan yagona narsa zaxira o'rindig'idagi odam edi. Michael Carrick 10 kun ichida qilgan ishni boshqalar 16 yil davomida qila olmadi. 36 nafar murabbiy turnir jadvaldagi eng kuchli 2 jamoani ketma-ket yengishga harakat qilgan. Carrick esa buni ilk 2 o'yinida yo'q uddaladi. Biroq bularning barchasi qanchalik katta natija ekanligini tushunish uchun United qanchalik pastga qulaganligini bilish kerak. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanalida Kamoliddin Qayumov siz bilan. MU kecha tunda West Ham bilan 1-1 hisobidagi durang imzo chekdi. Ularning eng yaqin ta'qibchisi Chelsea ham durang o'ynaganini hisobiga ular o'z o'rnini saqlab qoldi. Ana inson esa sochini oldirmaydigan bo'ldi. Juda ko'p tahlilchilar MUni qanday tuzatish mumkinligi borasida gapirdi. Biroq birortasi nishonga yaqin ham kelmadi, garchi bunga ishoralar bor edi. Hozir ularning bu haqidagi eski videolarini tomosha qilsangiz, absurddan boshqa narsa emasligini tushunasiz. Kulguli yoki achinarli bilmadim, ammo tan olishimiz kerak. Ronaldo siz va biz ko'rmagan, bilmagan narsalarni allaqachon tushungan ekan. Bu insonni hayratga soladi albatta. Bugun aynan shu joyga to'xtalamiz. Carrick va Ronaldo o'rtasida nima gaplar bo'lgan? Yangi murabbiyning mag'lubiyatsiz seriyasi haqida bafurja tushuntiramiz. Videoga like bosib ekranni katta qilib oling. Dasturimiz boshlandi. Cristiano Ronaldo bir paytlar Michael Carrick buyuk murabbiy bo'lishi mumkinligini aytgandi. O'shanda bu shunchaki sobiq jamoadoshini chiroyli gap bilan qo'llash, ta'ziya ma'nosida qabul qilingan. Ammo hozir qarasak, Ronaldo boshqalar bilmagan nimanidir bilgandek. Carrick vaqtinchalik bosh murabbiy sifatida ish boshlaganidan beri jamoaga darhol ta'sir ko'rsatdi. Bugungi o'yin shunday ediki, qarab turib, agar bu odam nimanidir qurib bera olsa, u bunga loyiq deysiz. Ko'p uzoqqa borish shart emas. Klub atrofidagi kayfiyat butunlay o'zgardi. United muxlisi bo'lgan do'stlarim yana ko'rina boshladi. Buning sababi natijalar. Carrick ketma-ket g'alabalarni olib keldi. Ulardan ikkitasi ligadagi eng kuchli 2 jamoaga qarshi bo'ldi. Qisqa vaqt ichida bunday natijani ko'rsatish bu juda katta ish. U futbolchilar bilan ko'p gaplashdi va Manchester United nimani anglatishini yosh o'yinchilarga tushuntirdi. United derbisidagi g'alaba, undan keyin esa safarda ham yutdi. Gap faqat yutishda emas, qanday yutayotganida. Deylik, agar o'yin 1-0 hisobida MU foydasiga hal bo'lganida, tasodif deyayotganlarni gapiga rozi bo'lish mumkin edi. Biroq ular 5-6 ta aniq vaziyat yaratdi, himoyada tartibli o'ynadi va jamoa sifatida gavdalandi. 2 katta klub ustidan qozonilgan g'alaba Ronaldoning so'zlarini yana eslatadi. Xususan, u 2021-yilning dekabrida Carrick vaqtincha jamoani olganida shunday degandi. Michael Carrick uchun imkonsiz narsani o'zi yo'q, deb uning kelajakda top murabbiy bo'lishini aytgandi. Qiziq tomoni, o'sha paytda ham Carrick Arsenal ustidan g'alaba qozongandi. U vaqtdagi Arsenal biroz kuchsizroq edi hozirgiga nisbatan. Lekin tarix takrorlanayotgandek. Futbol go'yo uzun filmning ssenariysiga o'xshaydi. O'sha ilk davrda u atiga 3 ta o'yin o'tkazgandi. Arsenal, Chelsea va Villarrealga qarshi. Qizig'i, u 3 chala o'yinda ham mag'lub bo'lmagan. Juda ta'sirli. O'sha paytda ko'pchilik buni e'tiborsiz qoldirdi. Biroq bosh murabbiy sifatida mutlaqo tajribasi yo'q odamning bunday katta o'yinlarni yutishi mening fikrimcha juda katta natija. Ayniqsa o'sha vaqtda klub atrofidagilar bosim va tartibsizlikni hisobga olsak. Yillar o'tdi. Endi Carrick parda ortida emas, hamma u haqida gapiryapti. Hamma Manchester United haqida gapiryapti. Va Ronaldoning so'zlari mutlaqo 100% to'g'ri bo'lib chiqdi. Buni esa kamchilik e'tirof etmoqda. Yodga olsak bo'ladi, Carrick ham bir paytlar Ronaldoni zaxirada qoldirgan. Shunga qaramay, Ronaldoning o'zi bunga juda ham ijobiy munosabat bildirgandi va Ronaldoning o'zi ham, Carrickning o'zi ham buni taktik plan deya aytishgan. Bugun Ronaldo zaxirada, qaroringiz nimaga asoslangan? Oldingi o'yindan keyin bir necha o'zgarishlar qildik. Tarkibni biroz yangiladik. Antony ham bor albatta.
Krishtianu eng katta ismimiz, lekin bu shunchaki o'yin rejasi xolos. Krishtianu bilan yaxshi suhbatlashdik. U juda ham professional. Bugun shunday qaror qabul qildik. Ammo o'yin davomida maydonga tushadi. Bu o'yinni intiqlik bilan kutyapmiz. Demak, bu alohida tushuntirish talab qiladigan katta qarormi? Yo'q, bu shunchaki jamoa tanlash. Buni ortiqcha dramaga aylantirish shart emas, deya aytgandi murabbiy. Ronaldo nega Kerrikni boshqalardan oldin zo'r murabbiy bo'la olishini ko'rdi. Chunki u Michael bilan bir jamoada o'ynagan va shu bilan birga uning murabbiy bo'lganidan keyin qo'l ostidagi futbolchilaridan ham bo'lgan. Bu haqida ham Kerrikka savol bo'lgandi. Siz uni ham murabbiy, ham futbolchi sifatida qanday bilasiz? U klubga qaytgan paytda juda kuchli muhit bo'ldi. O'sha o'yinlar, uning qaytishi, hammasi juda ajoyib hislar. Murabbiy sifatida men unga yosh futbolchilarga qilgan munosabatimni qilmayman. U allaqachon kim ekanini biladi. Uni hurmat qilasan, uning yurishi va zarba berishigacha o'rgatib bo'lmaydi. Bunga hojat ham yo'q. Kerak. Krish bilan Manchester United tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrda yonma-yon futbolchi sifatida o'ynadi. Ikkalasi ham bu klubda g'alaba nimani anglatishini juda yaxshi biladi. Kerrik Sir Alex Ferguson davridagi oltin yillarni boshdan kechirdi va deyarli barcha sovrinlarni yutdi. Odamlar o'zi ham tushunmagan holda United denkasi degan gapni ishlatyapti. Biroq aslida bu nimani anglatadi? Klub o'zini qayta topmoqchi bo'lsa, uning eski standartlarini chinakam tushunadigan inson bu ishnigina amalga oshira oladi. Kostyum kiyib yon chiziqda turishdan oldin Kerrik maydon markazida United o'yinini boshqarardi. U hech qachon yorqin futbolchi bo'lmagan. Uning o'yini aql va xotirjamlik, nazoratga qurilgan edi. United uni 2006-yilda Tottenhamdan sotib oldi va darhol juda og'ir vazifani yukladi. Roy Keane qoldirgan bo'shliqni to'ldirish. 12 mavsum davomida Kerrik United yarim himoyasining haqiqiy yuragi bo'ldi. Ko'p holatlarda u ko'zga sezilmas edi, to'g'ri, biroq Rooney, Ronaldo, Berbatovni tomosha qilganingiz aniq. Ular o'sha yilda futbolni portlatib tashlashgan. Ammo ularning ortida hammasini birlashtirib turgan aynan Kerrik edi. Kerrik maydonda bo'lsa, Manchester United o'zini nihoyatda xotirjam his qilgan. Qolaversa, Michael tayanch yarim himoyachi sifatida Unitedda juda ko'p sovrinlarni yutdi. 5 ta Premier Liga chempionligi, 2008-yildagi UEFA Chempionlar Ligasi, 2017-yildagi Yevropa Ligasi, shuningdek FA Kubogi. Kerrik deyarli hamma sovrinni yutgan va shu bilan birga o'z avlodida eng kam baholangan futbolchi edi. Rostini aytsam, agar hozir o'ynaganida nega gollari, assistlari kam deb hozir ham kam baholangan bo'lardi. Ammo futbolni tushunganlar uning haqiqiy qadrini bilishardi. Sir Alex Ferguson bir paytlar uni Angliyadagi eng yaxshi markaziy yarim himoyachi deb aytgan. Va ochig'i bunga qo'shilmaslik qiyin. U o'yinni deyarli hammadan yaxshi o'qirdi. Qachon sekinlashtirish, qachon tezlashtirish kerakligini aniq bilardi. Paul Scholes bilan birga sof futbol aqliga asoslangan yarim himoyani yaratishgan. Odamlar Premier Liganing jismoniy tomoni haqida ko'p gapiradi, biroq shu ikkala futbolchi yillar davomida ligani boshqardi. Holbuki ularning ikkalasi ham juda tez ham, juda kuchli ham emasdi. 2018-yilda faoliyatini yakunlagunga qadar Kerrik United safida 464 o'yin o'tkazdi va haqli ravishda klubning afsonasiga aylandi. Oxirgi mavsumda hattoki sardor ham bo'ldi. Bu esa uning jamoadagi hurmatini yaqqol ko'rsatardi. Aynan shu futbolchilik faoliyati Kerrikning murabbiy sifatidagi poydevorini yaratdi. Bugun u Unitedda vaqtinchalik murabbiy sifatida muvaffaqiyatli ishlayotganining sababi ham shu. Futboldagi faoliyatini tugatgach, u vaqt yo'qotmadi. Butsasini osgan zahoti darhol murabbiylikka o'tdi. U Jose Mourinho shtabiga qo'shildi. Keyin esa Ole Gunnar Solskjaer davrida ham shogird bo'lib yurdi. Menimcha Michael Kerrik to'g'ri g'oyalar bilan keldi. Futbolchilarga mas'uliyat berdi. Shu bilan birga maydonda kerakli qarorlarni o'zlari qabul qilish uchun erkinlik ham yaratdi. Aynan shu uchun ham Ronaldo'da buyuk kelajak ko'rgan bo'lishi mumkin. Futbolchilar ham shu uchun uni hurmat qilishadi. U 2022-yilning oktyabrida ham katta ishni qilgandi. Championshipda 21-o'rinda borayotgan quyi ligaga tushib ketish xavfi bo'lgan jamoani oladi. Ammo Kerrik sarosimaga tushmadi va katta vaqt ham talab qilmadi. Middlesbrough ketma-ket yuta boshladi. Hatto Kerrik boshchiligidagi dastlabki 17 o'yinning 13tasida g'alaba qozondi. Shu tariqa jamoa jadvalda tez ko'tarilib, fevralga kelib 3-o'ringa chiqqandi. Halokat yoqasida bo'lgan jamoaning top 3likka kirishi. Bu burilish
Kerrik murabbiy sifatida kim ekanligini ko'rsatadi. U futbolchilarni tez ko'tarishni, o'yinni soddalashtirishni va jamoaga qisqa vaqt ichida ishonch berishni biladi. Bugun United muxlislari aynan shuni ko'ryapti. Futbolchilar hozir mutlaq boshqa energiya bilan o'ynayapti. Muhimi ular har o'yinda futbol o'ynab zavq olayotganini ko'ryapmiz. Kerrik qo'l ostida Manchester United ko'proq gol ura boshladi va kamroq gol o'tkazyapti. Bu juda ham muhim. Amorim davrining oxirgi haftalariga nisbatan katta sakrash. Yana bir muhim jihat bor. Manchester United eng kuchli o'yinlarini ancha og'ir bo'lgan raqiblarga qarshi ko'rsatdi. Ular formada bo'lgan Fulhamni, shuningdek Manchester City va Arsenalni mag'lub etdi. Ko'p o'yinlarda hatto bundan ham ko'proq gol urishlari mumkin edi. Eng katta o'zgarish Kerrik hamma narsani soddalashtirdi. U futbolchilarga maydonda tez qaror qabul qilishlari uchun mas'uliyatni berdi. Ortiqcha o'ylov yo'q. Oldinga borishdagi qo'rquv ham yo'q. Jamoa endi maqsad bilan o'ynayapti. Bu xuddi Ole Gunnar Solskjaerning ilk kunlariga ham o'xshaydi. United eng muhimi yana Unitedga o'xshamoqda. Brunoning o'zi ham aytgandi, Kerrik futbolchilarga erkinlik beradi va maydonda to'g'ri qaror qabul qilishlariga ishonadi. Buni mana endi o'yinlarda ko'rib turibmiz. United qarshi hujumlarda ancha xavfli, to'psiz paytda ham o'ta agressiv o'ynamoqda. Gary Neville derbidagi g'alabadan keyin shuni ta'kidladi. Agar o'ylab ko'rsak, ehtimol klub rahbarlari bir necha hafta oldin mavsum oxirida United 6-7 o'rin bo'lib, UEFA Chempionlar Ligasiga chiqa olmaydi deb reja qilgandi. Ammo hozir vaziyat boshqacha. Jamoada ko'tarinkilik bor. Futbolchilarda ishonch qaytdi. Endi mavsum oxirida United erkin bo'ladigan murabbiy orasidan tanlay oladi. Masalan, Thomas Tuchel, Eddie Howe, Carlo Ancelotti, Julian Nagelsmann, Luis Enrique, Kerrik va boshqalar. Umid qilamizki, tanlov ko'p bo'ladi va ular eng to'g'ri qarorni qabul qiladi. Agar raqib jamoalar markaziy himoyachilar bilan to'p bilan oldinga chiqishiga ruxsat beradigan bo'lsa, masalan Arsenal yoki City aytadigan bo'lsak, Manchester United bunga umuman qarshilik qilmayapti. Hattoki ataylab yo'l qo'yib beryapti. Bu ularning rejasini bir qismi. Sababi oddiy, ular markaziy himoyachilardan qo'rqmaydi. Chunki bilashadiki, o'yinni hal qiladiganlar aynan ular emas. Shuning uchun markaziy himoyachi to'p olib oldinga chiqqanda United uning ortidan yanada zichroq yopmoqda. Hudud torayadi, variantlar yo'qoladi va to'pni yuqoridagi xavfli futbolchilarga yetkazish ancha qiyinlashadi. Ammo taktikalardan ham muhimroq narsa bor. United yana baxtli ko'rinyapti. Rostdan ham baxtli. Futbolchilar har bir goldan keyin bir-birini quchoqlayapti, kulishyapti. Muxlislar esa Kerrik futbolini ko'rishni intiqlik bilan kutyapti. Ijobiy muhit odamlar o'ylagandan ham muhimroq. Chunki Amorim ketganidan keyin United qulash holatida emas edi. Jadvalda 6-o'rinda turardi. Hattoki ijobiy tomonlari ham bor edi. Lekin jamoa ichidagi kayfiyat mutlaq yomon edi. Michael Kerrik kelganidan beri jamoa nafaqat o'yinlarni yutyapti, buni katta quvonch bilan amalga oshiryapti. O'yinda fintlar ko'ryapmiz. Albatta taktik jihatdan o'zgarishlar bor. Tuzilma 4-2-3-1 ga o'tdi. Himoyalanganida esa 4-4-2 ga aylandi. Ammo eng ko'zga tashlanadigani futbolchilar chin dildan zavq bilan o'ynayapti. Qarang, Bruno Fernandes ham Tottenhamga gol urganidan keyin burchakka yoki muxlislar tomon yugurmadi. Ya'ni Kerrik davrida to'p tepmaydigan futbolchilar ham birinchi qatorda bayram qilmoqda. Yana shuni ko'rasizki, hattoki nimadir chiqmay qolsa ham, masalan, Ahmad kosmos tomonga qarab uzatma amalga oshirsa ham, o'yin davomida kichik xatolar bo'lsa ham hech kim bunga qo'l siltab mojaro qilgani yo'q. Aksincha bir-birini ruhlantirishmoqda, o'yinni davom ettirishga undashmoqda. Bu juda katta madaniy o'zgarish. Eng zo'r tomoni Kerrik buni qilish uchun ijodkorlarni o'ldirmadi. Aksincha, jamoani yanada tartibli va yorib o'tish uchun qiyin bo'lgan holga keltirdi. Lekin eng yaxshi futbolchilarga ko'proq erkinlik berdi. Ko'ring, hozir 4-2-3-1 tizimida ancha yaxshi ko'rinyapti. U erkin harakatlanyapti, bo'sh hududlarni topadi. Xuddi shunday holat boshqa futbolchilarda ham. Ularning harakati himoyachilarni u yoqqa bu yoqqa tortadi va Bruno Fernandes hamda Ahmadga chiziqlar orasida o'ynash uchun imkoniyat beradi. Bu ishonchli futbol. Bu o'ta kuchli futbol. Bu tomosha qilishga arziydigan futbol. Hozirgi Manchester United muvozanatga ega. Unda shijoat bor, nazorat bor. Eng muhimi, jamoaviylik yuqori darajada.
Va hozirgi Kerrikning eng katta yutug'i ham shu. Gap faqat g'alabada emas. Jamoa durang o'ynaydimi, mag'lub bo'ladimi? Jamoa futbol o'ynab zavqlanyapti, o'zaro bog'langan va juda ham tartibli. Biroq shunday bo'lishiga qaramay, Kerrikni bitta narsa sindirishi mumkin. Kerrikni nima sindirib tashlashi borasidagi videoni mana bu joyga bosib tomosha qilishingiz mumkin. Do'stlar, umuman bugungi video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qolaversa biz Telegram kanal ham ochdik. U yerda eng birinchi reaksiyalarimiz joylab boriladi. YouTube'ga 1-2 kunda bitta video joylanadigan bo'lsa, Telegramda har kuni 10 lab postimiz bor. Shunday ekan Telegramga ham obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha, xayr. Salomat bo'ling.